alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Mana biz o'sha tagimizdamiz. Mana Adleyskiy Serebroz otidagi to'g'larimiz hali beri kechki ovqati berilgani yo'q, rosa qonni ochgan. Shuna hisobiga hamma joyda tarqoq idishlari, suv idishlari og'anab yotibdi. Mana xudo xolasa, mana bu idishi nima deganlarga, bular haligi kanalizatsiya trubasi borki, 100 li truba. Shuni o'rtasidan bo'lganmiz, ikkitami u diki molda oxiriga o'xshab oxirg'iyamiz. Mana shu to'g'larimiz makiyon, mana ulari xo'roz mana. Tashqi ko'rishdan anaqaga o'xshashi mumkin, xo'rozi ko'pga o'xshashi mumkin. Yo'q, lekin makiyoni ko'proq. Xudo xolasa makiyonlar 30 tadan yuqoriroq bo'lishi kerak. Mana to'g'larimiz. Tashqariga ham chiqib ham ketdi. Mana. Hurmatli kuzatuvchilar, anaqil podpiska tugmasini tashab qo'yinglar, biz yo'qotib qo'ymaslik uchun. Prosmotr yaxshi bo'lyapti. Endi yangi kanal ochdik. Prosmotri yaxshi bo'lyapti, faqat podpiska tugmasi, like tugmalarini bosmayapsizlar. Imkoniyati bo'lsa shu tugmalarni bosib, bizga obuna bo'lib qo'yinglar, xudo xolasa bundan-da zo'r videolarni nasib bo'lsa chiqaramiz mana. Buni tuqqandan keyin bundan xudo xolasa chiroyli videolar qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.